Davlatimiz rahbariga farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish, aholini arzon va sifatli dori vositalari bilan ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar haqida ham axborot berildi. Farmatsevtika tarmog'i hozirda sanoatimizning yuqori sur'atlarda o'sib borayotgan yo'nalishlardan biriga aylanmoqda. Bugungi kunda tarmoqda 2,3 milliard dollarlik 156 ta loyiha amalga oshirilmoqda. 2025-yilda 362 million dollarlik xorijiy investitsiyalar o'zlashtirildi hamda 2400 mingdan ziyod yangi ish o'rinlari yaratildi. Tarmoq korxonalari tomonidan qiymati 7,3 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarilib, dunyoning 55 ta davlatiga 220 million dollarlik mahsulotlar eksport qilindi. Dori vositalari sifatini ta'minlash hamda byurokratiyani qisqartirish bo'yicha amalga oshirilgan so'nggi islohotlar natijasida tadbirkorlar tomonidan ilk bor 130 turdagi import dori vositalarini transfer texnologiyasi asosida O'zbekistonda ishlab chiqarish bo'yicha ishlar boshlandi. Shuningdek, 2000 nomdagi import dori vositalarining referent narxlari qayta belgilanganligi hisobiga dorilarning ulgurji narxlari 40-60% ga pasaytirildi. Taqdimotda import o'rnini bosuvchi mahalliy dori vositalarining sifatini oshirish hamda ommabopligini ta'minlash, buning uchun investorlarga zarur shart-sharoitlar yaratish, ishlab chiqarish va laboratoriya quvvatlarini oshirish hamda shaffof sifat nazorati tizimini yo'lga qo'yish zarurligi ta'kidlab o'tildi. Prezidentimiz takliflarni ma'qullab, tegishli qarorlarni imzoladi. Mutasaddilarga belgilangan chora-tadbirlarni o'z vaqtida hamda sifatli bajarish, muhokama qilingan yo'nalishlarda aniq natijalarga erishish topshirildi.